Mablag'lar tizimga kiritilganidan so'ng, kapital avtomatlashtirilgan savdo strategiyalari o'rtasida taqsimlanadi va savdo infratuzilmasi doirasida ishlashni boshlaydi. Tizim real vaqt rejimida bozor ma'lumotlarini tahlil qiladi, turli kriptovalyuta birjalaridagi kotirovkalarni kuzatib boradi, narxlar o'rtasidagi farqlarni aniqlaydi va savdo operatsiyalarini avtomatik ravishda amalga oshiradi. Faol savdoda kapitalning faqat bir qismidan foydalaniladi. Bu esa zarur likvidlik darajasini saqlab turish, risklarni kamaytirish va o'zgarib borayotgan bozor sharoitlariga tezkor moslashish imkonini beradi. Modelning asosi kriptovalyuta arbitraji hisoblanadi, ya'ni bir xil aktivning turli birjalardagi narxlari o'rtasidagi farqdan foydalanish. Agar aktiv bir platformada arzonroq, boshqa platformada qimmatroq sotilayotgan bo'lsa, tizim bunday imkoniyatni avtomatik ravishda aniqlaydi, bitimni amalga oshiradi va natijani qayd etadi. Bunday imkoniyatlar juda qisqa vaqt davomida mavjud bo'ladi. Shu sababli ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi, algoritmlarning samaradorligi va buyurtmalarning sifatli bajarilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Barcha jarayonlar inson ishtirokisiz, avtomatik tarzda bajariladi. Sun'iy intellekt doimiy ravishda bozor volatilligini, savdo hajmlarini, likvidlikni, birjalar o'rtasidagi narx tafovutlarini va savdo strategiyalarining samaradorligini tahlil qilib boradi. Ushbu ma'lumotlar asosida tizim risklarni baholaydi, kapitalni taqsimlaydi va real vaqt rejimida savdo qarorlarini qabul qiladi. Infratuzilmaning muhim elementlaridan biri illyuminans noda bo'lib, u taqsimlangan hisoblash tarmog'ining bir qismi sifatida ma'lumotlarni qayta ishlashni, operatsiyalarni sinxronlashni va bitimlarning tezkor bajarilishini ta'minlaydi. Asosiy hisoblash yuklamasi kompaniyaning server infratuzilmasiga tukri keladi. Foydalanuvchi qurilmasi esa faqat tizimga kirish va faoliyatni kuzatib borish uchun interfeys vazifasini bajaradi. Tizimning samaradorligi, yuqori tezlik, operatsiyalarning sutka davomida uzluksiz bajarilishi, taqsimlangan infratuzilma hamda bir vaqtning o'zida bir nechta savdo strategiyalaridan foydalanish uyg'unligi orqali ta'minlanadi. Ekranda arbitraj bitimining namunasi ko'rsatilgan. Kompaniya Bybit birjasida 2284,95 USDT ga efir sotib olib, shu hajmdagi aktivni Bitget birjasida 2299,40 USDT narxida sotgan. Ikkala platformadagi narxlar o'rtasidagi farq ushbu bitim natijasini belgilagan. Birinchi tasvirda arbitraj operatsiyasining to'liq sikli ko'rsatilgan, ikkinchisida aktivning pastroq narxda xarid qilinishi, uchinchisida esa uning yuqoriroq narxda sotilishi aks ettirilgan. Bozorni tahlil qilish uchun tizim bir vaqtning o'zida bir nechta yirik kriptovalyuta birjalari, jumladan Binance, OKX, Bitget, MEX, Kraken va boshqa platformalardan olingan ma'lumotlardan foydalanadi. Bunday yondashuv qo'shimcha arbitraj imkoniyatlarini aniqlash, likvidlikni oshirish va bitta savdo maydonchasiga qaramlikni kamaytirish imkonini beradi. Shuni tushunish muhimki, tizim qat'iy belgilangan daromadni kafolatlamaydi. Moliyaviy natija bozorning holati, likvidlik darajasi, algoritmlarning samaradorligi, bitimlarning bajarilish sifati va infratuzilmaning barqaror ishlashiga bog'liq.